kuchli va eng hashamatli bo'lgan modellardan biri bu M8 Convertible. Bu oddiy mashina emas, bu haqiqiy maxluq. Oddiy trassada yurgan haqiqiy maxluq. Mana akalar qaranglar, bu plyonka, oddiy plyonka emas, bu haqiqiy karbon. 4x4 twin turbo motor turibdi. Stok holatda 625 ot kuchiga ega bu mashina. Bu haqiqiy maxluq desa bo'ladi. M8'imiz aynan 4 ta featuresi bor. Bitta featuresi bu tomi karbon qilingan. Bu karbon qilingan, karbon 5 barobar yengil bo'ladi. Bir necha barobar mustahkam bo'ladi. Mustahkamligi. Tezlik oshishda ham muhim rol o'ynay beradi. Bu maxluqimiz M8 Competition modelimiz mashinamiz 100 gacha 3 soniyada chiqadi. Bu mashinamiz sotuvda 140 ming, 180 ming dollarda sotiladi bu mashina. BMW'ni M8 modelining eng aqlli funksiyalaridan biri bu X-Drive funksiyasi. X-Drive 4 AVD, ya'ni 4 ta ballon tortib, yo'lda mustahkam yurishini ta'minlab beradi. Siz birgina tugma orqali oldi ballonlarni uzib, orqa ballonlarga uzatib, xavfsiz buni drift mashinasiga aylantirishingiz mumkin. M8 eng zo'r funksiyalaridan biri.